Mana bizda Telegram case botimizga o'tib oldik. Bu bot orqali har xil manaqa case'lar ochib, biza Telegram NFT podarkalarni yutib olishimiz mumkin. Bu ham omadga bog'liq. Bugun sizlar bilan biza rudaman bo'lamiz. Demak, bu yerga kirishimiz bilan biza birinchi bo'lib sarmoya kiritishimiz kerak. Agar sizlar yangi bo'lsanglar, promokod orqali ham bu yerda bitta case bor, besplatniy deb promokod yo'q. Hozir men telefonda podключить кошелек tugmasini bosib, hozir tezda 15 ton sarmoya kiritib, yana videoni davom ettiraman. Mana уже biz balansimizga sarmoyani kiritib bo'ldik. 2 daqiqa ham vaqt olmadi. Bir marta botga обновление bersak, hozir balansimizga 3600 ta звёзда kelib tushdi. Ya'ni tonda sarmoya kiritgan bo'lsak, bu yerda звёзда bo'lib kelib tushdi. Bizga 600 ta звёзда bonus tariqasida berdim. Demak, ko'rib turganingizdek, hozir biz ma'lumotgacha 2 ta besplatniy case'ni ochsak bo'ladi. Chunki mana 2000 звёзда sarmoya kirsanglar, besplatniy case bor. Kelinglar, hozir birinchi mingtaligini, keyin 2000 taligini biz tekinga ochib ko'ramiz. Demak, открой case tugmasini bossak aylanadi. Bizga hech nima ham tushmashi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bizga hozir flower tushdi. Ya'ni vay bundan o'tib ketdi, ko'rib turishinglar mumkin. 50 ta звёздalik bizga gul tushib keldi. Sirazi buni sotib olsanglar bo'ladi yoki olib qo'yishinglar mumkin. Kelinglar, biz product tugmasini bosib, yana balansimizga 50 ta звёзда olib olishimiz mumkin. Orqaga qaytib endi 2000 taligini olamiz. Demak, buni ham sirazi открой case qo'ysa, ya'ni открыть case tugmasini bossak, bizga hozir case ochiladi. Demak, hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, bizga qanaqa podarka tushar ekan. Demak, ko'rishinglar mumkin, bizga kalso tushib keldi. Buni ham biz sirazi 100 ta звёздаga sotib olamiz va qolgan yaxshiroq звёзdalar ochishga harakat qilamiz. Product tugmasini bosib olamiz. Ko'rib turganingizdek product bo'ldi. Endi biz case bo'limiga o'tib, mana bu yoqda sizlarga aytib o'taman. Bu yoqda mana tepasida o'qib qo'ygan mix casega kirsanglar, sizlar har xil boyagidek yulduzcha ayiqchalar ham bor. Ular tushmashini xohlasanglar pastga o'chirib, mana только NFT case bo'lim bor. Shu bo'limdagi caselarni ochsanglar, sizlar faqat NFT podarkalar yutib olishinglar mumkin. Demak, balansimizda bizani 3750 ta bor. Buni bir marta обновление berib ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek 750 bor. Kelinglar, biz только NFT case'dan ochamiz, ya'ni boss case, ya'ni 1100 taga biz hozir sizlar bilan birgalikda case ochib ko'ramiz. Xohlasanglar 5 tagacha bittada ochishinglar mumkin. Kelinglar, biz bittadan ochamiz. Открыть tugmasini bossak, hozir bizdan 1000 ta звёзда olib qoladi. Uni o'rniga bizga ko'rishinglar mumkin. Sirazi yana aylantirib yubordi. Sal internet skorsi pastlik qilyapti. Demak, ko'rib turganingizdek, bizga 400 ta звёздalik bizga Jack in box tushdi. Hozir balansimizda 2600 ta qoldi. Endi biz bu yerdan yana case bo'limiga o'tib, boshqa arzonroq case'larni ochishga harakat qilamiz. Kelinglar, endi Pigme case'ini ochib ko'ramiz. Bu 940 ta turar ekan. Открыть case tugmasini bossak, bizga hozir bu case ochiladi. Babi o'qib bo'lish kerak. 3600 ta звёзда sarmoya kiritgan bo'lsak, hozir bizga yaxshi manaqa podarkalar tushib kelishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek 540 talik bizga witch hat, ya'ni shlyapa berdi. Case bo'limiga o'tib, balansimizda 1600 ta qoldi. Kelinglar, endi biz yana to'lka NFT bo'limidan scoop ochib ko'ramiz. Scoop ham bizga yaxshi podarkalar tushirib qolishi mumkin. Открыть case tugmasini bossak, o'sha balansimizda bizani 1000 tadan sal kamroq qoladi. Mana 959 ta qoldi va bizga ko'rishinglar mumkin, lol pop NFT'sini berdi. Endi biz yana bir marta shundan aylantiramiz. Попробовать tugmasini bossak, yana открыть case tugmasini bosamiz. O'sha bizga o'qib bo'lish kerak. Hozirlarga bundan ham qiziqroq bo'limini ko'rsatib o'taman. Demak, ko'rib turganingizdek yana bizga lol pop tushib keldi. Bu safar bizani sal minusga olib kirdi. Demak, case bo'limiga o'tib, bu yerdan profil tugmasini ustiga bir marta bossak, bizani profilimizda ko'rishinglar mumkin. 1 1 207 2 to'rtli podarkalar bor. Ya'ni общий hisoblasak, hozir biz 6 ton yutamiz, почти 7 ton yutamiz, lekin biz bu botga 15 ton sarmoya kiritgandik. Bu yerda upgrade bo'lim bor. Xo'p, buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerdan vibrate tugmasini bosamiz. Kelinglar, mana shu lollipopni biz 2x ga ko'tarib ko'ramiz. Demak, bu yerdan Jackin box ustiga bir marta bosamiz. Hozir bizda ko'rishinglar mumkin 50 ga 50 bo'ladi. Agar ko'k tomon tushsa, biz 1 tonli sog'amizni 2 tonga ko'tarib olishimiz mumkin. Upgrade tugmasini bossak, hozir sizlar bilan birgalikda natijani ko'ramiz. Demak, aylanyapti. Hozir bizga ko'k tushib kelsa, biz 2 barobarga ko'tarib olamiz degandik, ko'rib turganingizdek, lekin bizga ko'k tushib kelmadi. Kelinglar, biz ikkinchi lollipopni ham kuchaytirib olamiz. Bu yerda plus tugmasini bosamiz. Hozir bu yerda ham 2x qilishga harakat qilamiz. Demak, bu 1 bo'lsa, kelinglar, biz 2,5 qilishga harakat qilamiz. Sal foizi kattaroq bo'ladi. Upgrade tugmasini bosamiz. Agar yutsak, biz mana Jack in boxni olishimiz mumkin. Hozir bizga chiqib berish kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, bizga chiqib berdi. 1 tonimizni 2,5 qoldik. Endi yana profil bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 3 ta sog'amiz qoldi. 2 207 2,5, ya'ni 7 dan sal ko'proq ton biz ishlab oldik. Demak, bu yerda yana bir marta upgrade bo'limiga o'tamiz. Plus tugmasini bosib, kelinglar, bu yerdan 2li Jack in boxni biz bu yerdan 2x ga ko'tarishga harakat qilamiz. Demak, buni narxi 400 bo'lsa, kelinglar, biz 600 ga mana shu case'ga alishtirib ko'ramiz. Upgrade tugmasini bossak, hozir foizi kattaroq bizga chiqib bersa, biz yaxshigina plusga chiqib olishimiz mumkin, lekin ko'rib turganingizdek bizga chiqmadi. Biz sal ludaman bo'lamiz. Kelinglar, 207 ni ham ko'tarib yuboramiz yoki normalniy plusga chiqib ketamiz yoki normalniy minusga kiramiz. Demak, bu yerdan xuddi shuni tanlaymiz. Upgrade tugmasini bossak, bizga adashmasam minus berishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek
aylantirdik va bizga yana minus berdi. Oxirgisini ham biz o'ynab olamiz. Plus tugmasini bosamiz. Oxirgi hozir yutib olganimizda 2x ga ko'tarishga harakat qilamiz. Hozir bu yoqda to'g'ri bor ekan, kelinglar. Mana mashinga biz alishtirib olamiz. Yana upgrade tugmasini bossak, bizga hozir chiqib beradimi yo'qmi, buni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ya'ni bu botdan xuddi shu tariqa sizlar podarkalar yutib olsanglar bo'ladi. Bu ko'rib turganingizdek bizga chiqib berdi. Ya'ni profil bo'limiga o'tsak, общий 7 tonimiz bor edi, ko'rishinglar mumkin. To'g'ri ga tushib qoldi. Yana biz upgrade bo'limiga o'tib, buni ham 2x ga ko'tarishga harakat qilamiz. Bu yoqdan hozir bizda 2x ga nima bor ekan, kelinglar, mana mana shu soatda biz o'ynashga harakat qilamiz. Yana bir marta upgrade tugmasini bossak, bizga hozir chiqib berishi kerak, lekin sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Buni ham aniq aytib bo'lmaydi. Demak, ko'rib turganingizdek bizga chiqib bermadi. Oxirisida sal yutqizib qo'ydik. Bu yoqda konkurs bo'limi ham bor. Konkurslarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Besplatniy va platniy konkurslar bor. Ya'ni qatnashish uchun uchastvovat tugmasini bosib, bizga kanallariga obuna bo'lishimiz kerak. 50 tonlik sovg'a, bu yoqda bo'lsa 12 tonlik sovg'a o'ynalayotgan ekan. Xohlasanglar zabilet, ya'ni qatnashish yarim tondan boshlanar ekan. Bundan agar yutsanglar, sizlar PP ni yutib olishinglar mumkin. 1200 ton turadi bu PP ni narxi. Upgrade bo'limini qanaqa qilib o'ynashni sizlarga tushuntirib o'tdim. KC bo'limiga ham o'tamiz. Bu yoqda hozir 200 zyozdamiz qoldi. Bu yoqda 200 talik bizda mana bunaqa bomush bor. Kelinglar, mashina krutib ko'ramiz. Bizga nimadir chiqib keladi deganim, ko'rib turganingizdek har xil NFT podarkalar bor ekan. Upgrade tugmasini bosib ko'rsak, demak bizga hozir polniy tufta narsa tushirib bersa kerak. Demak, ko'rib turganingizdek 600 lik bizga tushib keldi deganim, lekin oxirsida giftga o'tib ketdi. Demak, bu bot xuddi shundan iborat. Bunaqa hozirda o'ynab bo'ladigan botlar vobshe ko'p. Sizlarga keyinchalik o'ynab ham ko'rsatib beraman. Ya'ni bu hozir boshlanishi. Agar yoqqan bo'lsa, botning silkasini Telegram kanalimda va opsiyada qoldirib qo'yaman. Boyagina o'zida 7,5 ton bo'lganda biz chiqarib olsak ham bo'lardi. Hozir sizlarga chiqarishni ko'rsatib o'tolmadim. Sal ludamanlik qildim. Ya'ni menda azab yonib qoldi. Keyingi videolarda boshqa botlarni ham ko'rsatib o'taman. Boshqa yaxshi beradigan botlar ham bor. Bu ham yaxshi beradi. Hozir biz momentida kirolmadik. Aytib o'tganimdek promokod ishlatsanglar bo'ladi. Buning uchun aktiv promokod tugmasini bosib, PRVT 3 ta 7 qilsanglar sizlarga 50 ta звезда balanslarga bonus tariqasida beradi. Mana ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kimga bu bot ko'rsatib beraman, ya'ni bu hozir boshlanishi. Agar yoqqan bo'lsa, botning silkasini Telegram kanalimda va opsiyada qoldirib qo'yaman. Boyagina o'zida 7,5 ton bo'lganda biz chiqarib olsak ham bo'lardi. Hozirlarga chiqarishni ko'rsatib o'tolmadim. Sal ludamanlik qildim. Ya'ni menda azab yonib qoldi. Keyingi videolarda boshqa botlarni ham ko'rsatib o'taman. Boshqa yaxshi beradigan botlar ham bor. Bu ham yaxshi beradi. Hozir biz momentida kira olmadik. Aytib o'tganimdek promokod ishlatsanglar bo'ladi. Buning uchun aktiv promokod